Kuler olib, suvni tepaga ko'taraman deb belini ortib qo'yganlar qancha. Og'ir ko'tartirmaydigan, qulay, ham sovuq suv, ham iliq suv, ham qaynoq suv qilib bera oladigan kullerdan ko'rsating deyshadi. Imенно shunaqa talablarga to'g'ri keladigan shu kullerni ko'rsatgan bo'lardim. Chunki bu kullerni ham uyga, ham ofisga bemalol qo'yaverasizlar. Dizayni chiroyli, odam uyaltirib qo'ymaydi. Elektr choynak va oddiy choynaklar shishali bo'lgani hisobiga didi nozik odamlarga ham birda yoqib ketaveradi. Ham ustilari polностью qora oynadan qilingan, osonlikcha qirilib, chizilib ketgan. Bulut orqali boshqarsangiz ham bo'ladi. Garantiyasi ofitsialniy 2 yil. Muzdek suv bo'lsa shunaqa akkuratniy dizayndagi jo'mraydan tushadi. Suvi tegida turgani hisobiga belinglarni og'ritib suvni ko'tarib yurmaysizlar, shunda qo'linglar bilan itarib tiqib qo'ya olasizlar. Xuddi shunaqa kullerlarni bozorlardagi narxi o'rtacha 150 dollardan 250 dollargacha bo'lyapti. Ha bu kuller bo'lsa katta chegirmaga tushgan. Suvning haroratini istalgan gradusda sensor orqali boshqarsangiz bo'ladi. Suvni ham pastdan tepaga qarab o'zi to'ldiradi. Oddiy kullerlarda choy damlab ichib bo'lmaydi, mazasi g'alati bo'lib qoladi. Bu kullerda bemalol choy damlab maza qilib ichsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa kullerlarni o'rtacha 150 dollardan 250 dollargacha sotilayotgan bir paytda katta chegirma kanali bu kullerni bor yo'g'i 109 dollar qilib beradi.